Assalomu alaykum barchaga. Biz mana bugun PES Mobile o'yinida o'yinchilarimizni kuchaytirishga harakat qilamiz. Bizda Mo'izayevkada 9-chi sotib oldik mana. Endi yana poyizga kirib 82 mobil o'yinchimizdan 9 ta sotib olishimiz mumkin. Iloji boricha arzonroq sotib olamiz, chunki 9 ta bo'ldi, 10 ta bo'ldi. Bu ham 150 bilan oshirishga yordam beradi. Xo'p, komandamizga qaytamiz. Yarim himoyachi Gulutdini trenirovka qildiramiz. Hozircha futbolchilarimiz 27 urovень, 6628 ta. Son turmay qilishimiz kerak 28 bo'lish uchun. Chimiz qolib ketibdi. Buni tushiramiz, bularga tegmaymiz chunki Totti yo'nalishi bo'yicha Totti yo'nalishi bo'yicha 35 soatdan keyin o'yinchilarimizni odmin qilishimiz mumkin. Mana shu yerdan oxiriga kelib, shu joyga kelib o'yinchilarimizni odmin qilishimiz mumkin. Bu yerda faqat Totti futbolchilari bo'lishi kerak. Bu yerda esa birinchi va ikkinchi yo'nalishdagi o'yinchilar bepul taqdim etiladi. 35 soat 25 minut qoldi. Kumer yo'nalishi bo'yicha Kumer yo'nalishi bo'yicha ham o'yinimizni tugatdik.